Voy mana eslab qolinglar deyapti nima odamni. Va bu jinni emasmi bu Suriya 3 ta ham qizillar ham 3 ta qizil. Muxlislarga ham zerikib ketgandan qizillar o'ynayapti. Shu darajada ham ko'ram. Dodir. O'zi kreativda zashta oldi, aslida bitta zashta bilan qolib ketdi. Keyingi o'yinga ikkitasini yana haydab yubordi zashtalarni. Ikkita qanot zashtamiz o'ynayapti u zashtada. Hozir u ham yo'q o'zi. Bu ur bitta ham tizza qo'yishlar, shap. Jinni binni emasmi deyman, xohlagan odamga qizillarib qo'yapti mana. Seyiltani doktor emasmi bu? Yo avtobusini minib kelgan odam emasmi bu? Qanday qilib 3 ta ham qizillar, ham 3 ta. Zerikib kelsa, menda qarab turib, sen chota oq formada ekansan deb qizillar boryapti. Sarg'an bir 27 tami berdi biz tarafga. Xudo xolasa mana shu bugun. Bunaqa qilib kashavariyni kimga keragi bor deylar, bunaqa qilib. Voy, agar yaxna aytgan bo'lsa, men atib ketaylik komandamizni bitta hamda boshqa ligaga, to'g'rimi? Turkiyada ham o'ynab yuramiz, buni qo'yib ketadigan bo'lsa.